Kvartira bahasında tayyor uy olishni istasangizlar, bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Chunki bu variantimiz sizlarga yoqadi deb to'shni aytib bilaman. Ketdik men bilan. Har bir kottej 280 kvadratdan jami 64 kottej tushadigan целый kvartal bo'ladi bizlarda bu yerda. Ya'ni yangi shavot turar joy majmui. Bu nerda degan savollar javobini berib o'tib ketamiz. Bu yerni hamma biladi. Bu yerni avvalgi der zavod dedilar. Shavot sovxozda joylashgan. 64 xonadonimiz ishi qurilib turibdi. Hozir bu başında 5 dona uyimiz уже tayyor ko'rinishda. Davom shuni polyani butun maydonni oxirigacha ta oxirida hovuzimiz bor. Hovuzimizni ham ko'mib beramiz da joylashtiramiz. Eshi ko'rib turgan qizil transformator bizning herdimiz. Bu yon tarafi yana 1,5 gektar turar maydon. Bu yerda gazdan problema yo'q. Hozir men sizlarga uylarimizni nechik holatda sizlarga topshirishimizni to'liq ko'rsatib beraman. Videoda hozir men sizlarga sxemasini, planirovkasini va uylarning ichki joylanishi, ko'chalardan ichki ko'rinishi va shunga o'xshagan sxemalarning rasmlarini ko'rsataman. Kelajakda shunday bir zo'r mahalla, ahil bir inoq mahalla bo'ladi bu. Endi esa yana toza joyni ko'ramiz. Tak, yana demir eshik, bu yoqda 2 oynamiz, bu yoqda 1 oynamiz. Shu bizning bir kottejimiz. Giramiz endi. Girib kelishimiz bilan bizani dalan kutib oladi. Yine shu bizning dalanimiz. E'tibor bergan bo'lsangizlar, biz sizlarga uyni shunday holatda topshiramiz. Ya'ni suvog'i urilgan shpaklyopkasi, oq rang berilgan, bepasamina natijnoy potolok oq rangda va po'lam etilgan holatda shunday holatda topshiramiz. Endi dalanni ro'parasida to'g'ri o'tamiz va zalona kirib kelamiz. Zal ham shunday holatda. Kichkina ham emas, katta ham emas. Skromniy zalimiz bor. Bu o'rta xonamiz, dalizimiz, koridorimiz, bu yon tarafimizda sanuzilimiz bo'ladi. Keyin bu yon tarafimiz bir spalnimiz. Ro'parasida yana bir spalnimiz bor. Bu spalnimiz ham detskiy deb qo'yishlar mumkin. Bog'a chiqib ketishdan oldin kuxnyasiga kirib kelamiz. Kuxnyamiz ham shunday ishlangan. Shu bilan bog' yana chiqdik. Mana bizning bog'imiz ko'rinishi. Bog'imizda yana mushunda tashqi tualet ham joylashgan. Va undan keyin yonboshda proxodimiz bor. Endi bir e'tibor bering, mana uyni oldi, endi bu o'tarliki. Proxod ya'ni. Ish proxod ta bog'ni oxirigacha ketgan. Gapni ko'paytirmay, uyni bahosini aytadiganlar uchun tayyorlaninglar. Sizlarga uyni bahosini aytaman. 250 million so'm. Tayyor uy shaklida men sizlarga ko'rsatganda 250 million so'm deb turibmiz. Menimcha taklif qiziqarli bo'ldi. Qiziqarli bo'lgan bo'lsa, men uchun bir like bosasiz. Keyin o'zingiz uchun bunda telefon nomerlar qoldiraman. Shu telefon nomerlariga telefon etasiz, kelasiz, ko'rasiz, savdolashasiz. Hujjatlari tayyor, обязательно aytib qo'ying. Agar oldindan to'lov o'tadigan bo'lsangiz yoki bo'lib to'lashni ham gaplashishingiz mumkin. Qo'shimcha любой savol bo'ladigan bo'lsa, shu telefon nomerlariga telefon etasizda olaverasiz.